Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar. Xeyirli günlər. Yazğıcı Yasıncan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırnamə namlıq romanının davamını anlayırsınızlar. Mərğılan bilan Xo'jandni bo'ysundirib, Andijonga qarab zo'r ishonch bilan ilgarilayotgan Sulton Ahmad Mirzoning oldini zo'r kalkun kelgan Quva daryosi to'sib qo'ygan edi. Qadimiy yetganligi yurt mahallalarni bulab-talab, kütkünüdümü artıq mal dünya olcu ilib, nəfsi texmi yoğunab ketken, şu sebepten Andijonga tezrək berib, Fərğanı vadisindəki bu qədimi, şöhrətlik şəhərini işğal qılıb, olcularını texmi köpəytiş təməsidə nəfsi taqıldab durğan Səmərqand sərkərdi ləşkərləri Quva dəryasının boyida kütməyəndə dəhşətlik bala qazağı yoluqqan idi. Qalbisidən körənləb ketken bu ləşkərlər Quva dəryasının körüküdən ötüb atqanda körük tuyuqsuz gömürülüb düşüb, at ulaqları, olcağın mal dünyaları bilen kəlkün suyuğa qərq boldu. Bunu az degəndək oldudikilər ölüm vəhimisi də arqısığı qeçişqi urunğan, arqısıdikilər nemi vəqa yüz bəgəllikini biləlməy, oldudikilərin ittirgəllikdən at ulaqlar bu qalaymğançılıqdan ürküb bitirab, gömürülüb düşkən körük beşidi qapsılıb qilishdi və aşı qıstançılıqda bir-biriga yol vermey ittirishib daryoga cho'ltoqlab tushishga boshladi. Yılan çeqib adam org'amchidimi qo'rqibdi degandek, uzoq yili Toshkentga qilgan lashkariy yurishda Chir daryosining suyi g'arq bo'lgan echinishli fojia Samarqand lashkarlarining esidan texi ko'tarilib ketmagan edi. Shu sababdan ular daryoga tushib ketgan hamrohlarini qutqizish u yoqda tursin, o'zlarining jon qayg'usida qolgan edi. Onun sizmo shavqinlab yiqiyotgan daryo suyi qo'rqinchli qaynam hosil qilib, lashkarlarga vahim solatdi. Ko'rikning to'riklarini biri oldin har deb buzib etgan o'xshaydi. Shunga lashkar ot uloqlarimizni ko'taramay go'mirilib tushgan gap. Est, nurg'unlig'an lashkarlarimiz daryoga g'arq bo'ldi. Bu cho'qim biz bilan qarshilashayotgan Farg'onaliklarning suiqasdi oliylari. Dedi Derviş Muhammed Tarxan soqollarini titirdi. Sulton Ahmad Mirzo buzilgan ko'rik beshig'i berib, ahvolni o'qishib kelgan sarkarlarning ma'lumotini anglag'ach, go'yo o'ziga hayva ko'rsatayotgandek shovqin selib yiqiyotgan Quva daryosiga adovat bilan qarab qo'ydi. Kalkun suyda birda cho'kib, birda laylab yiqib ketayotgan lashkar ot uloqlarga qarab yuragi echishdi. Shu topda uning vujudidagi necha kundan beri qalbi xushalligidan asarmi qolmagan bo'lib, mayuslik cho'lg'ib ko'ngliga g'am andishi tumonlari soy tashlab turadi. Farmon, dedi u bo'g'ilgan holda. Lashkarlar qirg'oqda bargoh qurib aramag'ash tursin. Sarkarlar daryodan o'tishning amalini qilinglar. Körükni qaytadan yasash emdi mumkin emas, dedi Sultan Hüseyin Arğun. Kalkun suyi daryo qiniga kirganligi nasni yolmab yutib ketibdi. Körükni yasag'il bo'lmasa kema tepinglar. Daryoning ikki qirg'og'ida shuncha ko'cha mahallalar tursa, kema tepilmay qolmas. Dedi Sulton Ahmad Mirzo qatqinib turib. Kema izlab yursak daryo bo'yida uzoq turib qolarmizmikin? Dedi Qeri Amir Derviş Muhammed Tarxan. Daryoning yuqori tuvan taraflarida kechik boy yo'qligi noma'lum. Noma'lum demay avval izlamamsizlar. Sulton Ahmad Mirzo tog'isiga qattiqroq gap qilolmay, boshqa sarkarlarga chekchaydi. Izdidoq oliylari Sulton Hüseyin Arğun vahimi bilan beshini egdi. Körükning bosh oyoq tarafidan 20-30 chaqirim oraliqda kechikmi, kemichimi yo'q ekan. Kemichi bo'lgan taqdirdimi, biror ikki kema bilan shuncha nurg'un lashkar ot uloqlarni o'tkazib bo'lishqimi nurg'un vaqt ketadi. Derviş Muhammed Tarxan soqolini silab turib, bir necha daqiqa to'xtab olgandan keyin davom qildi. Meningcha atrofdagi mahallalardan dal-daraxtlarni kesib kelib sol yasaydi.
Her qaysi lashkarbaqlar o'z oldiga 8-10 sal tayyorlasa, daryodan tezroq o'tkil bo'larmikin deyman. Havo bag'an sir isib ketib boradi. Ochiqchilik uzoq turib qolsa, lashkarlarga issiq o'tib qolishi mumkin. Hammasi shundoq bo'lsin. Darhol sal yasashning hozirligini qilinglar. Sultan Ahmad Mirza gapini tugitib, egizroq to'pilikka tikilgan shoxchidiriga qarab maqdi. Quyosh daryo bo'yini to'nirdek qizitib o'tgan edi. Issiqqa chidamagan lashkarlar salqinlash uchun olqanchilik soyini talashatdi. Sal yasash uchun kesgan daldaraq shox-shumbularni daryo bo'yiga to'shib kelib bo'lguncha do'zax azobini tortadi. Atrofdagi mahallalar butunlay bo'sh edi. Na odam, na uloq uchratqili bo'lmaydi. Bosqinchilarning qirg'in qilishidan voyimigan dehqonlar allaqayoqlarda qechib ketgan edi. Shunga eg'ir yenik ishlarning hammasini lashkarlarning o'zlari qilyotdi. Ular 3 kun vaqt sarf qilib, ming bir jafoda xeyli ko'p sal yasadi. Ammo salni daryoga soladigan vaqtida yana bir qiyin masalaga duch keldi. Sal kemiga o'xshamaydi. Kemini haydamak oson bo'lgan bilan salni haydamak uncha oson emas edi. Ularning orasida salchi tugul tuzuk kemichimi yo'q edi. Salni daryoga silib sinab bo'g'icha 10 necha lashkar daryoga g'arq bo'ldi. Shiddatli eqiyotgan kalkunsi salni eqitib ketdi. Shuning bilan hech kim salni sinashga jur'at qila olmadi. Daryoning bosh oyoq tarafiga ketgan lashkarlar shuncha izdabmi kemichi tugul biror odamni topolmay quruq qo'l qaytib keldi. Bu ish Sultan Ahmad Mirzaning g'amini texmi oshiribdi. U titliqda yeli sirtqa chiqatdi, daryo bo'yini aylanatdi. Yeli chetirga qaytib kiradi. Tagsiz xiyollarga g'arq bo'ladi. Daryodan o'tish g'ami gazgisidan mahkam bosgan edi. Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay, Andijondan elchi keldi. Nima qilarini bilolmay xiyol surib o'tirgan Sultan Ahmad Mirza asta beshini ko'tardi. Boshlab kirsinlar. Andijon elchilari nima muddo bilan kelishdikini? Sulhimido yoki itoatmido? Ular Quva daryosi bo'yida to'silib qolganligimizni bilib qolganmidi? Uning xiyoli oxirlashib bo'g'icha Chedirning ishkidan Xo'ja Abdullah Qozi, Uzun Hasan va Xo'ja Husayn qatorliq 3 amir kirib keldi. Elchilarning muddasiga qiziqib o'tirgan amir sarkarlarning ko'zlari bu 3 amirga gumon bilan tikildi. Assalomu alaykum. Bizlar kim Zahriddin Muhammad Bobur bin Umar Shayx Mirzaning navkarlaridan Mavara Unnahir bilan Farg'onaning pushti-panohi Xonu Xaqon Sultan Ahmad Mirza oliylariga kamoli ehtirom bo'lgan. Shohchidirning ichidagi ko'shma taxtda salobat bilan o'tirgan Sultan Ahmad Mirzaga elchilarning Mavara Unnahir bilan Farg'ona tasarrufining pushti-panohi Xonu Xaqon degan hurmat so'zlari alohida ta'sir qildimi aytavur, turilgan chiroyiga zimiston optipidek sus kulki yugurdi. Bastini sal qimirlatib qo'yib, "Va alaykum assalom" degunicha salomni elik oldi. Gerçi ko'rishmagili xeyli yillar bo'lgan bo'lsin, inisi Umar Shayx Mirzaning ordusidagi bu peshqadam amirlarni bir qarabli tunib olgan edi. Saltanat yusuni bo'yicha elchilarning muddasini bilmay turib o'ltirishga ijozat berilmaydi. Shunga ularning gap qilishini kutib jim o'ltirdi. Adolat panoh Xaqon oliylariga posibonimiz Bobur podshoh oliylarining maktubini elib keldik. Muborak nazarlardan o'tkazgaylar. Xo'ja Abdullah Qozi shundoq degunicha yenidagi yosh mahram ko'tarib turgan patnostki shoir ro'molga o'ralgan nafis ishlangan ko'nqopni elib oldiga sal yangishgunicha ikki qo'llab tangladi. O'daychi bey ko'nqopni elib ichidagi shohona maktubni Sultan Ahmad Mirzaga ehtirom bilan uzatdi. Sultan Ahmad Mirza xatni o'qib bo'lib, so'z kulimsirdi. Ko'zlarida allaqandoq bir mamnunlik,
qanoat sho'lisi balqidi. Qaraganda u maktubning mazmunidan rozi bo'lgandek qiladi. U amir baklarining qo'lidagi xatning mazmunini bilishga qiziqayotganligini sezib, bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin maktubni Hudaychi bakka qaytarib berdi-da, o'qu degan ma'noda ko'z ishorasi qildi. Hudaychi bak ovozlarini sozlab maktubni o'qishga boshladi. Bismillahirrahmanirrahim. Saltanat osmonining tulun oyi, adl adolatning homiysi, mehribonlikning namoyandisi, Mavara Nahir bilan Farg'onaning yagona posiboni, ota yo'lliq xon otam Sulton Ahmad Mirzo oliylariga, Kamina jiyan o'g'illari, amnavkarlari, Zahriddin Muhammad Boburdan cheksiz salom. İyi karamlik xontağa. Yaqindan beri muborak poy qadamlarining tuproqimizga yetganidan xabardor bo'lgan bo'lsaqmi, qon qarindoshlari bo'lmish suyimlik enalari, qadrdon padarim Umar Sayx Mirzo oliylari Kaptarxonadan uchib tushib, shunqor bo'lganligi sababli musibat ishlari bilan bo'p qilib istiqbollarga chiqolmay ig'ir gunoh qildim. Bu beadabligim uchun tovanchilik bilan afu so'rayman. Hidayet azalidir, inoyat abadidir. Xon tog'amning osmon kabi ko'ngil xazinasida abu durdanlari behisabdir. Dargohimga kechikib ketgan ma'lumotlardan qaraganda, Marg'ilon, Xo'jand amirlari oliylarining istiqboliga chiqmoqda yo'q, sarkashlikni a'lo bilib, qarshilik ko'rsatibdi. Ham kaminagimi xon tog'lari Farg'onaga ta'ruz qilib, viloyatlarni sarkarlashganlarga bo'latmoqchi degandek ma'lumotlarni yo'llashdi. Xon tog'amning Farg'ona vodiysi qadam bosishni qandoqsiga ta'ruz qilish degili bo'lsin. Chunki bu o'z tasarrufidagi joylar tursa, kim o'z ziminiga o'zi ta'ruz qilsin deganlarni o'ylab, bu ma'lumotlarga ishonmadim. Ta'ruz qilish degan tajovuz qilish degan so'zgan. Jannat makon otam hayot bo'lgan bo'lsa, og'i ini ikkilari bir dasturxonga jami bo'lib, tuz tetishqoch beg'ubar bolalik, mehr muhabbatlik, yoshlik va dunyo g'avg'olariga to'lgan qironliqlarni aslashib, oradagi o'xshmasliklarni oydinlashtirib, ko'klayotgan adovat tikanlarini yulib tashlar edinglar. Ming afsus, endi ul suyimlik inalarning jamolini ko'rolmaydilar. Olqonlarni qarindoshlik mehrlari bilan siqolmaydilar. Bularni o'ylab, yurak bag'rilarining pari-pari bo'layotganligini bilib turibdiman. Ne amal, taqdirning yozmishi shundoq ekan. Qudratlik Tangri o'zi bergan bu omonatni har na bandasidan turli sabablar bilan amona oladi. Yosh qir hukmdor avom deb ayirib o'ltirmaydi. Yosh qiri hukmdor avom deb ayirib o'ltirmaydi. Bu dünya her qandaq bende üçün ana aşındaq 6 günlük qonalgı ekan. Can teslim qilgan haman her qancha katta shon sevgitimi, her qancha kangri ziminimi, tugmas depini dunyosimi qiyib qoladi ekan. Ammo avlodlarga mangulik miros bo'lib qoladiğini yanala qon qarindoshlik mehri ekan. Gerçi cennet makan xon otam rahmat daryosының şerbetini içip vaqiga yol algan bolsunmu, kamini farzandi bardır. Allah'a 100 min qatlı şükür kim otamdan ayrılıp qalgan bolsammu, yölengen teğim bolmuş xon tağam sili bardır. Bu sebepten özümni zinhar yetim, g'ayrib his qilmasman. Hazratlarning mehr shafqati bilan bul viloyatlarga otamning o'rnida mulozimlardan albatta bir kishi qo'yiladi. Kaminlari o'zimni oliylariga ham mulozim, ham farzand bo'lishga eng munosib deb hisoblayman. Magar bul vazifa kaminaga topshirilsa, oliylarni boshqa tinchlik silayotgan yurtdorchilik ishlari texmi yaxshi ham oson hal bo'lasidir. Necha yildan beri topshirilmay kelgan ulpanlarni qo'shib, vaqti qaralida xazinlarga avatib berishga kafolatlik qilaman.
cheksiz himmat va inoyatlarini seg'inib, mulozim ham farzandlari Zahiriddin Muhammad Bobur Mirziddin deb bilirlar. Ödəyçibək məktubni oxub bolğandan keyin Sultan Ahmad Mirza əmirlərinin ko'nglidagini bilib baxmoqchi bo'lib, ularga yalt qilib qaradi. Shu tapda u Boburning to'liq ustadlik bilan yozgan xatidan xijil bo'lib qolgan edi. Quva daryosidan o'tolmay qiynalib turganda, jiyan o'g'lining yozgan bu xati Shavkatini saqlab chiroyli qo'shin chekintirishga obdalla sabab bo'la oladi. Uning sizmo Marg'ilon Xo'jandni ishg'ol qilib bo'lguncha Farg'ona vodiysidagi sarkarda lashkarlar bilan oddiy fuqarolarning jonfidolik bilan ko'rsatgan qarshiliklari, har bir g'alaba uchun to'lagan badallari uning irodasini obdalla tavritib qo'ygan edi. Pah, enim Ömer Shayx Mirza bu xonzodasini qandoq tarbiyalagan bo'lg'aydi? Acaba Farg'ona vodiysidami donishmand ulamolar, iste'dod egalari bormidi? Bu dunyoning ulamo, fozillari faqat Samarqand bilan Hirotda deb o'ylab ekanman. Navoda ul Bobur Mirzo Samarqand, Hirot yoki Buxorodagi oliy madrasalarda ilm tahsil qilgan bo'lsa, iste'dodiga yana qanchalik iste'dod qo'shilar ekan. Ha, u rost aytadi. Farg'ona vodisini idora qilishga hamon bir amr kerak. Bu mansabga yotlarni qo'ysam, avom ra'yat qoyil bo'lmasligi, raqiblarimni o'z jiyanini chetga qoqdi deb masxara qilishi, muhimi bu viloyatlar tinchimasligi mumkin. Kim biladi, Bobur Mirza isyon tug'ini ko'tarib chiqib qarshilik ko'rstamdi deydi. Uni otasining o'rniga qo'ymasam shundoq qilmaydi deganimi bo'lmaydi. Necha vaqtdan beri ko'ryapman. Bu viloyatning lashkarlaridan tortib fuqarolargacha bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarib qarshilik ko'rsatyapti. Bosh egmayapti. Ishning yo'li Bobur Mirzani otasining o'rniga qo'ysam yaxshi bo'lgandek. Yozgan maktubida itoat, sadoqatni bildirib turgani. Undan yana nima talab qilishi mumkin? Sadoqat bobidan shuncha chiroyli gaplarni qilgan Mirzonlar nimishqa o'zi kelmadi? Darvish Muhammad Tarxonning tuyuqsiz so'rgan bu savoli Sultan Ahmad Mirzaning xiyolini chalg'itdi. Posibonimiz hozirdir. Temkinlik bilan javob berdi Xo'ja Abdulla Qozi. Rahmatlik Shoh otasining ruhiga atab Qur'on tilovat qilish bilan mashg'ul bo'lg'achqa, Xoqon oliylarining istiqboliga chiqish beab tuyulib, ko'p afsuslandi ham o'zri aytdi. Samarqanddan shuncha yo'l jafos tortib kelib, nurg'unlagan sarvoz lashkarlardan ayrilib qolgan sarkarlarning Andijonning Bo'sug'isidan quruq qo'l qaytib ketishga royi yo'q edi. Garchi ular bir qancha kichik shaharlarni ishg'ol qilib, bulab-talab xeyli ko'p mol dunyo o'ljagan bo'lsa, Andijon vaqtidek cho'ng shaharlarni bulab-talab texmi nurg'un mol dunyoga erishish tamasida yuradi. Navoda Sultan Ahmad Mirza jiyani Bobur bilan sulhi tuzib, Quva daryosi bo'yidan yonadigan bo'lsa, ular o'zlari tamaq qilgan osh o'ljalardan mahrum qoladi. Bobur Mirza maktubida va'da qilgan necha yillik ulpandan ularga qilchilik naf tegmaydi. Chunki ulpanni Sultan Ahmad Mirza o'rda xazinasiga buyurib beradi. Shunga ularning sulhiga royi yo'q edi. Darvish Muhammad Tarxonning gapi bilan sulhiga qarshi turishga bahona topolmay turgan amirlar usi buzilgan hardek bo'lib ketishdi. Bu sabab bo'lmaydi. Qur'on tilovatni keyin qilib olsin bo'laverdi-ku. Bobur Mirzaning qo'rsqida cho'qim jin bor. Til yog'limachiligi bilan bizni Samarqandga yo'lga solmoqchi. Chandurmay otasining sanimiga dasmamoqchi. Hergiz aldanmag'aylar oliylari. Sulhi tuzsakmi avval Andijonga borgandan keyin ondan tuzimiz. Shuncha hasham tortib kelib Andijonning Bo'sug'isidan yozsaq sat emasmi? Bilmaganlar bizni to'q yurakkan deb qolmasin yana. Sultan Ahmad Mirza xuddi maslahatlashib olgandekli sulhiga qarshi chiqqan sarkarlarning ro'yini qaytarishga amalsiz qoldi.
Samarqandda bo'lgan bo'lsa-di, ularga saltanat sur bilan hayva ko'zitib, besiq turgan bo'lar edi, lekin hozir undaq qilolmaydi. Farg'ona vodisidagi bir qancha shaharni ishg'ol qilish jarayonida nurg'un sadoqatman sarvoz navkarlardan ayrilib qolgan bu amir sarkatlar xuddi echirqab ketgan yo'lbosga o'xshab qolgan edi. Yo'lbosni qo'zg'ashganda o'z bolasini yevitadiganligini Sulton Ahmad Mirzo obdan biladi. Shunga hozir har qanday farmonlarni o'limga pisand qilmay o'rinlayotgan amir sarkatlarning ro'yiga beqishi, ko'ngil xohishiga yo'l qo'yishi, diliga ozor bermasligi, noroziligini qo'zg'ab qo'ymasligi, muhimi ochiqini keltirib qo'ymasligi kerak edi. Unda qilmasa, ular bir o'rilibla uningga tig'i ko'tarib chiqishi mumkin edi. Bobur Mirzoga yetkazsinlar. Sulhini Andijonda tuzgunimiz yaxshiroq o'xshaydi. Dedi ilojsiz qolgan Sulton Ahmad Mirzo amalsizligini yoshirib. Sulhi tuzish umidi uzilgan Xo'ja Abdulla Qozi qatorliq amirlar yana gap qilishning ahamiyati qolmaganligini his qilib, ruhi tushgan holda Andijonga qaytishga majbur bo'ldi. Ularni Quva dargosidan o'tkazib qo'ygan 4 nafar kemichini Sulton Ahmad Mirzoning uzatqili chiqqan sarkarlari lashkarlarga kemaydashni o'gitidi deb majburiy tutib qoldi. Andijon bilan Oqsining oraliqidagi Bandisalar yo'lida 500 otliq nökar 4 ot qitilgan hashamatlik mapini qo'ltab, Oqsiga qarab tezlik bilan ilgirlayotdi. Mapida Buzruk Xonish Ison Davlat xinim bilan Shohbegim bor edi. O'ng'il-do'ng'il yo'lda ushqandek ketib borgan mapa qadamda bir jigdek silkinatdi. Andijondan yo'lga chiqqandan beri medirlamay o'tirgan ikki mo'mayning putlari uyushib ketgan edi. Buni oz degandek mapining silkishlari jiniga tegib beoram qiladi. Tinchi havo bilan ro'zning ussizligi qo'shilib qiynaydi. Ular kechidan boshqa nezakning bugun safarda bo'lgandikan niyat qilmasmi bo'la deganiga unamay zo'liq yeb ro'ziga niyat qilib elishgan edi. Uyqusizlik va yo'l azobida qiynalib tursimi, yanala tik o'tirishadi. Bobur Mirzoning sulhi talabi tog'asi Sulton Ahmad Mirzo tarafidan rad qilingandan keyin Xonish Ison Davlat xinim kuyovining oldiga sulhi talab qilib berishni niyat qilgan bo'lsa-mu, lekin ancha ishonch qila olmay chiktayin bo'lib turib qoldi. Shu asnoda o'g'li Sulton Mahmud xonning Oqsi shahrini muhosirga olganligi haqida jiddiy ma'lumot keldi. Sulton Ahmad Mirzo Quva dargosini osonlikcha o'tolmaydi. O'tdi degandimi xeyli vaqt ketadi. Uninggacha darhol berib Oqsini Sulton Mahmud xonning muhosirasidan xalos qilish kerak. Shohbegim Bobur va Andijondagi amir sarkarlar bilan maslahatlashib, bir qarorga kelgan Ison Davlat xinim bugun zo'liqni yepla Oqsiga qarab yo'lga chiqqan edi. Shu topda uning xiyollari chegish edi. Ammo ko'nglida ishonchi bor edi. U qaysi manzilga kelganligini bilib baxmoqchi bo'lgandek, mapining shamol o'tishish uchun pardasini qayirib yotgan panjarasidan pat-pat sirtqa qarab qo'yadi. Mapa osti mongandek bilinib titib bo'ladi. Panjaradan kirayotgan ochiq sho'r to'pi aralash issiq shamol nafsini bo'g'atdi. Hushsizlikdan qo'rilib ketgan lavlarni mahkam yumib olgan edi. Tunigunla maslahatlarni pishirib olgan bo'g'ashqa Shohbegim bilan qilishqidek gap qolmagan edi. Boshqa ishlar haqida mo'ng'ishqa hech qaysining hafsalasi yo'q edi. Shu topda mapining to'xtamay silkishidan bezor bo'lgan Xonish Shohbegim allaqanday xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Ana bo'lmoq nimancha tasdir. Ular o'z saltanatni sevisiga shukr qanoat qilishib, dushmanlashmay, bir-biriga qarindoshlik mehrini yetkazishib turgan bo'lsa, bizmi bu yoshga kirganda yo'l jabos tatmay aram xudo ibodatimizni qilib, oxirgi umrimizni xotirjamlik ichida o'tkazmasmidik? Yashanganda nima g'am, nima javob? Mapining tuyuqsiz to'xtashi ikki mo'mayning xiyollarini uzib qo'ydi.
Ular neymiş bo'lganda deganni qilib bir-biriga lappida qarshib oldi. Uninggacha Мәпнең yanıga chepib kelayotgan otning tuyoq ovozi anglandi. Buzruk xonish ayimlarga ma'lum bo'lg'ay, Kosandan chaparman keldi. Bu ularni qo'g'dab ketayotgan Xo'ja Muhammad Darzining ovozi edi. Xo'sh, ma'lumotni yetkazsinlar, dedi Ihson Davlat xonim. Vays Lag'ari, Mirg'iyos Tog'oyi qatorliq amirlar Kosonni Kenji Xonzoda Nosir Mirza bilan qo'shib Sulton Mahmudxon oliylarga topshiribdi. Dar g'azabga kelgan Ihson Davlat xonim jon jahli bilan so'radi. Qachon? Tönigim peshin mezgilda. To'g'ri yurakli. 2-3 kun qarshilik ko'rsatishga bardostlik beramaganini. Ihson Davlat xonim udulda o'tirgan Shoh begimga qarab g'o'dirab qo'ygandan keyin farmon kutib turgan Xo'ja Muhammad Darzidan so'radi. Aqsig'i yana qanchalik qoldi? Alloh azal ishga oshpishim vaqti yetib boramizmikin? Amiz otlarni rahim qilmay qamchilanglar. Buningdan tez mansaq Мәпі bak silkinib, Мәпінің silkinishi bilan qarlari bo'lmasin. Мәпі yana qo'zg'aldi. Otlarning tuyuqidan qo'yuq chang to'zan ko'tarildi. Мәпіге esilgan kumush mis qo'ng'iroqlar otlarning tuyoq ovozi bilan qo'shilib, to'xtamay jiringlaydi. Bugun Oqsi qal'asiga ikkinchi qitim hujum qo'zg'ashga hozirlanib turgan Sulton Mahmudxon Andijon tarafdan bir to'p otliqlarning kelayotganligini anglab, hujumni kechiktirib, qo'shinning orqa tarafiga o'tdi. Andijondan lashkar tortib kelayotganlar kimdi? Qaynotam Sulton Ahmad Mirzo Andijonni shuncha tez ishg'ol qilganmidi? Oyg'oqchilar ularni Quva daryosi bo'yida to'silib qolibdi deyishyotdi. Kelayotganlar uning lashkarlarimidu yoki Andijonni tashlab chiqqan Bobur Mirzoning sarkarda lashkarlarimidu? Har qancha bo'lsin ular Andijonni tashlab oqsig'i kelmas. Uning xiyoli tugimay turib, Andijon tarafdan kelayotganlarning qarasi ko'rindi. Eng oldida kelayotgan Shahona Мәпini ko'rib, bir oz taajjublandi. Kimdo bu Мәпи bilan kelayotgan? Lashkarlarimi ancha chiqamasdek qiladi. Ehtiyot qilib ketmasam bo'lg'idek. Sap tuzib farmon kutinglar. Sulton Mahmudxon har ehtimol qarshi sarkarlarga farmon tushirdi. Мәпіге ergishib kelayotgan 500 otliq nökər to'xtamay ilgarilayotdi. Ularning tuyuqsiz hujumga o'tishidan andish qilgan Sulton Mahmudxon yana buyruq tushirdi. Komandozlar tayyorlansin. Bir un yetim orliq qolganda Мәпini qo'g'dab kelayotgan nökərlar chippida to'xtadi. Daqiq o'tmay Мәпи yana qo'zg'aldi. Мәпіге faqat 10 nafar otliq nökər ergashdi. Ajab validalarimning Мәпisiga o'xshaydi ekan-a? Oşulamıdı ya. Мәпі Sultan Mahmudxonga 50 qadam orliq qolganda to'xtadi. Nökərlər otdan tushib Мәпінің orqa tarafiga o'tib eshikni ochdi. Мәпіdən avval xonish Ihson Davlat xonim, ondan Shoh begim tushdi. Sultan Mahmudxon ikki onasini ko'rib, nima qilarini bilmay turib qoldi. Oldida ularning tuyuqsiz paydo bo'lib qolishi uni tamtirtib, o'duqtirib qo'ygan edi. Ihson Davlat xonim g'azab bilan vaqirdi. Nimancha adabsizlik bu? Otdan tushaymi demayli-ku? Sulton Mahmudxon cho'chib esini yig'di. Otdan sakrab tushib, beshini egib qo'l bog'ladi. Uning otdan tushganini ko'rgan sarkarda lashkarlarmi darhol otlaridan tushdi. Assalomu alaykum. Validay mehribonlarimga ehtirom bo'lg'ay. Oltin bo'ylari esanmikin? O analari bilan ko'rishish uchun oldiga qarab mangdi. Yaqin kelmaslar, dedi Shoh begim qapqini turgunicha qo'lini silkib. Ikki onasining alpozini ko'rib, Sulton Mahmudxon joyida chippida to'xtadi. Shu topda u onalarining maqsadini bilmay gangirab qolgan edi. Oldilarida turgan ikki qeyri mazlumni onam deb bilmay, yog'i deb bilgaylar, dedi Ihson Davlat xonim ta'addi bilan eg'iz yechib.
Cennet makan Sultan Yunus Han alileri Allah'ın dergahıya ketkini bilen biz teha hayat. Biz hayatlı bolu dikenimiz. Sultan Yunus Han perzentlerinin bir-birinin zımınığı terruz kılıp behuda kan töküşüge asla yol koymayız. Sıla atı vesiyetiga xilaflık kılıp yurt makan mal dünyani kan qerindaşlıktan a'la bilip yeznilerining zımınığı yağı bulup kelgen ekenlar. Biz mi sizlarga yağı bolamiz? Kuyosidan ayrılıp yüleksiz qalgan qizimiz ne? Atısından ayrılıp yetim bo'lib qolgan navrilarimizni qo'g'dash uchun bu qerijenimizni fido qilamiz. Sultan Mahmud Xonning chiroyi tatirib ketdi. Tamtirginicha tasti eg'iz ochdi. Kechirsizlar, buzrukvorim. Aslida o'g'illari Xonish Shohbegim qo'lini silkiginicha uning gapini bo'lib etdi. Bo'ldi bas. Tushuntirishlarining hojati yo'q. Qani sarkardlashganlarga farmon tushirsinlar. Jangga hozirlansin. Bizmi allaqachon qilichimizni yalang'ochlab qo'yganmiz. Tili tutilgan Sulton Mahmud Xonni qora ter bosdi. Ya Xudo, ularning payli haqiqatan buzilibdi. Onalari bilan jang qilib to'g'digan Betnomni og'inimdan o'lginim afzal emasmi? Rahmatlik yeznilarining kirpikiga to'pi qo'nar-qo'nmayla Hasanni ishg'ol qilib, oqsini muhosir qilishga petinibdilar. Nima degan rahimsizlik bu? Dedi Eson Davlatxonim qo'lini shildi. Heli g'osil rahmatlik Umar Sayx Mirzaning qayninisi. Hatto yotlarni bir necha kun hoz tutishga yo'l qo'ydi. Ajaba, sizlar shunchalikmi ta'xir qilolmadinglarmi? Bo'ldi bas. Ortiq gap eshakka yuk debdikan. U yenidagi sarkardiga qarab to'ldi. Xo'ja Muhammad Darzi, labbay buzrukvorim. Farmon nökerlar darhol Oqsi qo'rg'ini qarab ilgirilsin. Kim yo'limizni to'sishga petinsa, qallisini elanglar. Sarkarda Xo'ja Muhammad Darzining qo'l ishorasi bilan farmon kutib turgan 500 otliq nöker ikki xonishning yeniga yetib keldi. Ikki xonish mapiga chiqmay birdan otga mindida o'ng'iqib qarab turgan Sulton Mahmud Xonning lashkarlariga qarab ot soldi. Yo'l beringlar, deb vaqirdi jiddiylashgan Sulton Mahmud Xon. Lashkarlar buyruqni anglab darhol ikki tarafga bo'linib yo'l berdi. İki ana qo'l bog'lab turgan o'g'li Sulton Mahmud Xonga qarabmi qo'ymay, udul Oqsi qo'rg'iniga qarab yo'l oldi. Qanday qilamiz alilari? Sulton Mahmud Xon bir hazo xiyol surib turgandan keyin asta pichirladi. Barliq lashkarlar qamalni bekor qilib darhol chekinsin. Nega chekinimiz alilari? Sulton Mahmud Xon oldida ham vaqtlarcha qarab turgan Mirza Nig'mat Pashaga g'azab bilan vaqirdi. Nega bo'ladi? Toshkentga! Ikki kundan beri yig'ayotgan yomg'ir bugun bomdod vaqti bilan asta-asta to'xtadi. Yomg'irdan keyin bulutlar tarab, Andijon osmoni boshqacha suzilib ketgan edi. Yani 3 kundan keyin keladigan ro'ziyatning xushalligidanmi yoki urush vahimasidan qutulganlik uchunmi aytavur Andijon aholisining chehrida yomg'irdan keyin chiqqan oftobdek yiqimliq bir kulki jilva qiladi. Atiganda Shohnishinga qubulga chiqqan Bobur taxtda o'ltirgan 3 haftadan beri tunji qaytim o'zini ozoda ham xotirjam his qildi. Qo'l bog'lashqanicha tik turgan amirlarga takshi bir qarab etgandan keyin yaqinliq kulimsirgunicha o'ltirishga ijozat berdi. Yaqindan beri xizmatkorlar qaytadan bezab tuzashtirgan Shohnishinmi ostidagi taxtmi ozoda, rohat tuyg'u berdi. O'zini birdan cho'ng bo'lib qolgandek kuchli, qudratli his qildi. Ona Jamat tog'isi Sulton Mahmud Xon Toshkentga chekingandan keyin Quva daryosi bo'yida to'silib qolgan Doda Jamat tog'isi Sulton Ahmad Mirzam to'yqisiz tarqalgan kezik va ot vabosi sababidan nurg'unlagan lashkar va ot uloqlaridan ayrilib qolib, jon jahli bilan qarshilik ko'rsatayotgan Farg'ona vodisini bo'ysundirishga ko'zi yetmay, ilojisiz Qeyri Amiri Darvish Muhammad Tarxonni
Andijonga sulhi tuzishga avatib, Samarqandga qaytib ketishga majbur bo'lgan edi. Dadasi Ömer Shayx Mirzaning vafoti bilan choh chekidan ajrab ketish girdobiga berib qolgan taxt saltanatini qaytadan mustahkamlash Әмділ 12 yaşga kirgan Bobur uchun cho'ng sinoq edi. Ikki tarafdan bostirib kelgan kuchlik yov oldida bir qism amir sarkardalar qo'rqinchaqlik qilib taslim bo'lgan bo'lsa-mu, ko'p qism amir sarkardalar Bobur tarafda turib, lashkar va puhrolarni harakatlantirib, yovga jon tikib qarshi turgan edi. Bobur bundan keyingi saltanat ishlarida mushu amir sarkardalarga toyinishi kerak edi. U 2 kundan beri uzoq o'ylandi. G'amsiz bolalik davrining oxirlashganligini, zimmasiga bir elga hukmronlik qilishdan iborat og'ir mas'uliyatning yuklanganligini his qildi. Bu 2 kun ichida buzrukvar buvisi Amir Temur o'z vaqtida ordu katiblariga xotirlatkizib miros qoldirib qo'ygan Tuzukati Temuriyni qaytadan bir necha qitim o'qib chiqdi. Tuzukati Temuriy degani Amir Temur tuzuklari degan gap debdi izohatda. Saltanatni qudrat topqizish, elni ma'mur, avomni osoyishlikqa ega qilish, amir sarkarlarni ittifoqlashtirib qo'shinni kuchaytirish, xazinani to'liqlash uchun boboy buzruk Amir Temur sohib qarang'i o'xshash jonliq tadbirlarni qo'llash kerak. Buning uchun sadoqatman amir sarkarlarni muhim mansablarga tayin etishim, to'p ko'rsatganlarni mukofotlashim lozim. Bu tasarrufimdagi viloyatlarni tartibga selib, avom ra'iyatni xotirjam qilishda, texmi muhimi, ularning saltanatimga ishonch turg'izishiga foydali. Bobur o'ylaganlarini mo'milari Eson Davlat xonim bilan Shohbegimga, onasi Qutlug' Nigor xonimga aytdi. To'la obdan o'ylabla oliylari, dedi Eson Davlat xonim mamnunligini bildirib. Hükümdar bo'g'ichi sadoqatman amirlarga ishonishi, ularni mulozima emas, qarindishidek ko'rishi, tövbkarlarga in'omlarini oyimasligi, og'ir gunoh sodir qilganlarga sil rahim qilmasligi, saltanat yosiqini adl adolat bilan yurgizish kerak. Ana shu chog'da taxt saltanatning uli mustahkam bo'ladi. Mo'misning so'zlarini xiyolidan o'tkazgan Bobur nazarini amir sarkarlardan Shohnishinning tom to'g'rislariga ag'dirdi. Taskay tarafdagi tomga yangidan esilgan 2 parcha ma'ruza bilan bir parcha yo'lvoz terisi va dadasi Ömer Shayx Mirza to'limi e'tiborlaydigan oltin dastalik qilish uning diqqatini tortdi. Ma'ruza degan she'r, oyat naqshlangan gilam debdi izohatda. Qiniga go'har yoqutlardan ko'z qo'yilgan bu qilishni dadasiga buvisi Sulton Yunusxonning so'q qilganligini, ovi yo'lvoz terisini bo'lsa, dadasi har doim boshqalarga ko'rsatib turib, o'z qo'li bilan ovlagan yo'lvozning terisi ekanligini maqtanib turib so'zlab berganligini obdan biladi. Ammo to'limi nafs to'qilgan 2 parcha ma'ruzaning tarixini ancha bilib ketmaydi. Bu shahona buyumlarni onasi Qutlug' Nigor xonimning oqsidagi o'rdadan alohida ep kelib ostirganligini his qildi. Xo'ja Abdulla qozining yutilib qo'yishi bilan diqqati bo'lingan Bobur xiyol surib o'tirib qolganligini his qilib qaddini rostladi. "Yorliq jakarlang'ay", dedi Farmonchi bekka qarab. Farmonchi bek yezib tayyorlab qo'yilgan xon yorliqini o'qishga tayyorlandi. O'ltirgan amir sarkardalar durrudi o'rinlaridan turishib qo'l bog'lashdi. "Yorliq, buyuk Farg'ona mulkining qudratli tojdori, adl adolatlik Zahriddin Muhammad Bobur bin Ömer Shayx Mirza podshoh oliylari quyosh kabi mehr shafqati bilan shundoq yorliq jakarlaydiki, sadoqatman amir sarkarlarning bir niyat, bir maqsadda bahodirlik ko'rsatishi, tasarrufimizdagi sarvoz lashkarlar va avom ra'iyatning jon fido aylishi bilan kuchlik yov ustidan g'olib kelib, taxt saltanatimiz omon, el yurtimiz osoyishlikqa yuzlandi. Shul munosabat bilan avom ra'iyatdan elinadigan podshohlik bojsilik, g'alla paroq 3 yilgacha kechirim qiling'ay. Har bir lashkarga 1 sardin, sarvozga 10 sardin,
Orun basar sərkərdilərə 50 sərdin. Əmir sərkərdilərə 100 sərdin kümüş inam qılınğay. Mevlana Xoca Abdullah Qazi Hazretlerine saltanatimizning sadrlar sadrilik mərtəbəsi verilib, toğ, nağrı inam qılınğay. Andijon shahrining hokimligi qo'shimcha ordu ishg'oliqiga Hasan Yoqubbek tayinlangan. Lashkariy divanning amirligiga qo'shimcha o'sh amirligiga Qosim Qovchimbek tayinlangan. Har qanday vaqtda xonning dargohiga ijozatsiz kirgan. Birdan nog'ra, chorto'q va burug' berilsin. Oqsi hukmdorligi Xonzoda Jahongir Mirzaga berilsin. Amir Uznasam Xonzodaga bek akka qo'shimcha Oqsi hokimi bo'lsin. Marg'ilon amirligiga Ali Do'stag'oyi tayinlansin. Onunğa qoshtishi kamar bilan do'ldayliq unvoni berilib, avlodma avlod mirosxo'rlik qilsin. Nomi atalgan amirlar oldiga bir qadam chiqib Boburga minnatdorlik bildirishdi. Ondan bir-birining amal martaba unvonlarini muboraklashdi. Ordadagi hakim tevib, munajjim, qasidichi, solnomichi, munshilardan tortib, tozliqchi, mulozim qatorliq eng oddiy xizmatkorlargacha tegishlik in'om berildi. Sadr degani eng oliy diniy huquq deb izohladi. Ey janobi hosil xaslar, dedi Bobur yorliq jakarlanib bo'lgandan keyin. Davlat va saltanat uch narsa bilan, ya'ni ra'iyat, xazina, lashkar bilan mavjud bo'lib turdi. Dono amir bu uch tarafni tadbirkorlik bilan yaxshi saramjonlashtirib, hukmdorni xotirjam qiladi. Har biringlar mening ana shundoq dono tadbirkor amir baglarimsizlar. Anglashimcha, vazirlar toifasining ulgusi bo'lmish Nizomul Mullik hazratlari hajga bormoqchi bo'lib turgan paytda avliyolardan biri uningga mundoq degan ekan. Ey janobi vazir azam, Sizlar Malik Shoh davlatining xizmatida bo'lib amalga oshirayotgan xayrlik ishlari va Tangri taoloning yordamini ra'iyatga to'liq bilan yetkazayotganliklarining o'zila ikki haramni haj qilish savobi bilan tangdir. Yana angladimki, din peshvolaridan biri Xalifa Harun Rashidning sadoqatman vaziri Ali ibn Loqoti hazratlariga sen xalifa dargohida mulozimlik qilishni tark etma. Chunki bu martabada turib avomga yetkazadigan manfaat va naflaring sen qilgan barliq ish-harakatlarning eng oliysidir. Yana shunda anglagan edimki, bir kishi janobi payg'ambarimizdan so'rabdi. Agar siz nabiy va rasul qilib avatilmagan bo'lsalar, qaysi ish bilan shug'ullangan bo'ladilar? Payg'ambarimiz shundoq deb javob beribdiki, undaq bo'lmaganda sultonlar xizmatida bo'lishni ixtiyor qilib, Tangri taoloning bandalariga foyda va yaxshilik yetkazar edim. Mudda shulki, har birlarimi menga xos amr sipoh bo'lib qolmasdan, balki avom ra'iyatga xizmat qilib, ularga foyda va yaxshilik yetkazguchilardan tursilar. Saltanatimizning ro'naq tepishi, el yurtimizning osoyishligi yuzlanishi uchun aql farosat, kuch-quvvatlarini oyashmag'aylar. Shu tapda amir sarkarlarga taxtda o'ltirgan Bobur endi 12 yoshga kirgan bola emas, har tarafdan pishib yetilgan buyuk hukmdordek tuyg'u berib o'tadi. Xosul xos degan hukmdorning xos yaqinlari, rasul degan ilohiy xabar yetkazguchi elchi deb izohlatdi. Podshoh oliylar uchun jenimiz fido, borliqimiz taxt saltanat uchun, el ra'yatning osoyishligi bizning baxtimiz. Amirlarning va'da qasamlaridan Bobur boshqacha hayajonlandi. Janobi amirlarning sadoqatiga ming tasanno. U biroz turib elib yana eg'iz ochdi. Har birlariga ma'lum, o'z kentdan kelgan jiddiy ma'lumotdan qaraganda, o'z vaqtida buzrukvar babam Sultan Yunusxon oliylarga sarkashlik qilib,
Manglasher vadisida isyon ko'targan Mirza Abobakr degan badrak Qashqar, Yorkent, Xotan qatorliq viloyatlarga shukr qilmay, zaminini kengaytirish tamasida lashkar tortib kelib, tasarrufimizdagi avom ra'iyatni bulang-talang qilyotgudek. Aslida o'zim lashkar tortib berib, ulna ahlining o'sib qolgan nuqlisini elib, O'zkentni ul bosmachilarning tahlikasidan xalos qilish niyatim bor edi. Ammo oqsig'i berib marhum otamning tuproqini tavab qilishga niyat qilib qo'yganligim uchun orsalda bo'lib qelyapman. Janobi on hazratim ulug' ro'ziyat namozini oqsidagi ra'yat bilan birga o'qib, jannat makon posibonimizning tuproq beshini ziyorat qilib, ul zoti muborakning pok ruhinatini xotirjam qilg'aylar. Dedi Mevlana Xo'ja Abdulla Qozi darhol so'z elib. Ol Mirza Abobakrni jazolash ishini bizlar ro'yobga chiqarg'aymiz. Shunda qilsizlar oliylari, dedi boshqa amirlar. O'zkentga biz lashkar tortib boraylik. Bobur sarkarlardan qaysini lashkar tortib berishga belgilashni bilolmay turib qoldi. Janobi amirlar, dedi Mevlana Xo'ja Abdulla Qozi yana so'z elib. Har birlarini adolat panohimiz tasarrufimiz har qaysi viloyatlarni jo'nqurishga tayin etib, hukumat ishlarini tartibga solish, avom ra'iyatni xotirjam qilishdek muhim vazifalarni zimmalariga yukladik. Bu xizmatlarni lashkar tortib berib, bosmachi Mirza Abobakrning muqobilasiga chiqishga o'xshash to'liq zarur. Shunlashqa O'zkentga lashkar tortib berishni kamina qiyriga xotirjam topshirib, o'z manzillariga jo'nagaylar. Garchi kamina yoshinib qolgan bo'lsam-mo, bu vazifaning huddasidan chiqib, el yurtni yovning taruzidan xalos qila olg'uchiligim bor. Har birlari yosh, ajr to'p ko'rsatish fursati yana bor. Bu fursatni menga o'tinib berishlarini so'rayman. Mevlana Xo'ja Abdulla Qozining so'zlari o'rinli edi. Uning ustiga uning yeshi ham hurmati cho'ng bo'lg'achqa, amirlarning hech qaysi talabini yirishga petinolmadi-da, Boburning hukm chiqarishini kutib, un chiqarmay turishdi. Mevlana hazratlarining deganlarimi o'rinliq, dedi Bobur bir pas o'ylanib olgandan keyin. Farmon, Mevlana Xo'ja Abdulla Qozi amirlashkar bo'lg'ay. Sarkarda Xo'ja Abdulla Darzi o'rinbosar bo'lg'ay. Lashkari divondan 10 sarkardi bilan bir tuman otliq lashkar elib, darhol O'zkentga yurish qilg'ay. Boshqa amirlar o'z viloyatlariga yo'lga chiqqay. Farmon berdormiz, deyishdi amirlar. Qabul tamom, deb vaqirdi saroy begi. Amirlar Boburga omon-esanlik tilab salom bergandan keyin shahnishindan bir-birlab chiqib ketishdi. Bobur tushdan keyin haramga kirib, ikki mo'misi va onasi Qutlug' Nigor xonim bilan xo'shlashib, enisi Jahongir Mirza bilan Nosir Mirzani elib, Uznasan qatorliq amir sarkarlarining hamrohligida dadasining qabrisini tavob qilish uchun oqsiga qarab yo'lga chiqdi. 5 ot qitilgan shahona ma'bida o'shsiz yotgan Sulton Ahmad Mirzaning qizitmasi yenish tugul bag'on siri o'rlab ketgan edi. Uning holidan xabar elayotgan tiyib, qizitmasini yondirish uchun peshona, qo'ltiq, teqin va chat orlarga qo'ygan yo'l xomni elidan yilga almashtirishga majbur bo'lardi. Chunki o't kavob bo'lib turgan xonning badani yo'l xomlarni birdamdala qizitib etadi. Garchi tomuz oxirlashib, kuz fasli kirib qolgan bo'lsa-mu, havo yanada issiq edi. Onda sonda askan ojiz shamol qizib turgan bemorga qilchilik huzur berolmaydi. Iroq yaqinidagi mahalla qishloqlarga langar o'tanglarga muz tepib kelish uchun mangdirilgan chaparmanlarning ko'pinchisi quruq qo'l qaytishyapti. Qaysi bir yezi bozoridagi do'g'abchining muzxonasidan tepilgan yo'g'on muz parchalarimi akilib bo'g'icha erib mushtumdek qoladi. Uni Sulton Ahmad Mirzaning badaniga tengib bo'g'icha erib ketadi. Tiyuplar uning qizitmasini qaytarish uchun to'xtamay dori yangishlab, dori tayyorlab, turli amallarni qilib baqatdi. Quva daryosi bo'yidan Samarqandga chekinib ketib qolgan lashkarlarning tangdan to'lisi o'tkir kezak bilan yo'qimlangan edi.
Мұшындақ от атəş болып қызып hoşsuz yatqanlar yalğız Sultan Əhməd Mirzəli emas idi. Ölməknin üstüge tepmək degəndək, kezik bilen təng tarqalğan at vabası ularni nurg'unlagan yaramlıq at, qeçir, tögülərdən ayırğan idi. Yol boyu kezik bilen ağırıp cenidən ayrılğan leşkerlərinin qəbirləri, vaba tegib ölgən at ulaqlarının tapları qədəmdə bir uçraydı. Onundan başqa etməmişqa at ulaq yetişməyənlik üçün ilazsız, rəhimsizlik bilen taşlap getilgən, otda qızıb hoşsuz yatqan qarğıcısı yox leşkerlərinin xeyli köp idi. Ular Samarqanddan Pərğanı vadısıga qadim yetganligi yurtqa vahima selib, sür hayu bilan kelgan bolsa, əmdilikdə rəhimsiz yoqumluq kezikning vahimasida ruhi tushgan holda tumshuqlari yartirab, to'lmi ostda ketib boradi. Tiyuklarning aşı sho'r peshani lashkarlarning kesilini ko'rib, holidan xabar elishga cho'lisi tegmaydi. At ulaqlardan tamamı degdek ayrılgan bu zor qo'shin Quva daryosi bo'yidan chekingandin beri xuddi cho'milidek osti yo'l menib, amdilikda texi o'rtepi tavasidagi Oqsuv qishliqiga kelgan edi. Mushundaq suratda mangsa qishkir bo'g'cha Samarqandga yetib berishga hech kimning ko'zi yetmaydi. Atgandan beri o'riga tinib, qarchiqqa tortishib qolgan Sultan Ahmad Mirza bir tinli chimib qoldi. Onun her bir çıray ifadesini küzetgeç, pat-pat tomurini tutup, yürek soqishini, nefes elishini tekşirip o'tirgan peshqadam tevib, bir dinli jiddiylashdi. Oldirab kiyinib tomurini tutdi. Ondan qo'liqini ko'kriga yiqib, yürek soqishini tanishdi. Barmoqini burniga yaqin akeldi. Beilojlik bilan hasratlik to'xtatdi. "Mapini to'xtat!" deb vaqirdi mugdab o'tirgan mapkashga. Neymiş bo'ldi? Mapning to'xtab qolganligini ko'rib, oldirab yetib kelgan darvish Muhammad Tarxon Tevibning chiroyiga gumon bilan qaradi. "Tarxonbek hazratlariga ma'lum bo'lg'ay. Janob adolat panohimiz rahmat daryosining sharbitini tetidi." Javob berdi Tevib yig'lamsirgan holda. Darvish Muhammad Tarxon otdan sakrab tushib mapaga chiqdi. O kesel azabıda o'riqlab bir teri bir ustixon bo'lib qolgan Sultan Ahmad Mirzaning totargan chiroyiga bir necha daqiqa qarab turgandan keyin sallasi bilan inkini va putini chatdi. Ondan shoiroma bilan yuzini yetib qo'ydi. "Farmon", dedi u map atrofiga o'lashgan sarkarlarga qarab. "Xon oliylarining o'lim xabari vaqtincha sir tutilg'ay. Şöpke qizlik qilib xabarni oshkorlag'uchilarning qo'llisi ilinadi. Lashkarlar atrofidagi langar bozorlardan muz, beydi tepib kelsin. Muzni qanchalik jiqtab olsa shunchalik yaxshi. Kim susluq qiladi ekan, peyni qirqib tashlayman." U Sultan Ahmad Mirzaning meyitini muz tengibmi bo'lsa Samarqandga ep ketish niyatiga kelgan edi. "Hayda", dedi u mapkashga qarab. Her polidan ketgan otlar qamchi zarbisiga chidamay mapini kuchab so'rashga boshladi. Shu topda darvish Muhammad Tarxonni g'am bosgan edi. Endi qanday qilish kerak? Xon oliylarining o'lim xabarini Samarqandga bog'ichi yursirish mumkin emas. Hamon oshkorlanib qoladi. Lashkarlar bilib qolsa qaraychi chaqliq. Ammo xabar sirt ko'tarilib ketsa chatoq. Bo'lib Xon oliylarining cho'ng kuyog'i bo'lmish Sulton Mahmud Xon xabar topsa, taxt saltanat da'vosi qilib Samarqandga lashkar tortib kelishdan yanmaydi. O'z vaqtida Xon oliylari mushundan voyim yeb, qaynotasi Sulton Yunus Xon oliylarining qudilish talabini rad qilib o'tgan edi. Uzoq yildagi muvaffaqiyatsiz Toshkent yurishida mag'lubiyatga yuzlanmagan bo'lsa, Ativorliq malikasi Robiya Sulton begimni Sulton Mahmud Xonga hargiz yotlik qilmaydi. Robiya Sulton begim degani Qorako'z begim debdi izohat. Xon oliylari garchi ikki o'g'il farzand ko'rgan bo'lsa-mu, ular bo'shkida chachrab ketdi. Oldidagi 5 farzandining hammasi qiz. Biror o'g'il farzandi bo'lgan bo'lsa, buncha boshqa tinchiligi tortib yurmaydi. Kichik bo'lsa-mu taxtga o'tirg'izib qo'ysak, hech kim bir nima deyolmaydi. Taxt saltanatga yomon ko'z bilan qarayamaydi. Endi qanday qilg'uliq?
nima bo'lishidan qat'iy nazar Samarqand taxtigohini kuyovli Sulton Mahmud xonga torttirib qo'ymaslik kerak. Bo'lmasa xon oliylarining ruhi qo'rinadi. U olamga bag'nimda mendek tog'isidan ranjiydi. Amdili 44 yoshga kirgan Mönguzdek bir odamni bundoq tezli o'lib ketadi deb o'ylamagan ekanman. Yoki bo'lmasa bir qo'saq inisi Badaxshan Amir Sulton Mahmud Mirzani taxt varis qilgan tuzukmikin. Shundoq qilish oqlanib o'xshaydi. Taxt saltanatga kuyovli varislik qilgandan inisi varislik qilsa yaxshi emasmi? Uning ustiga Sulton Mahmud Mirza bilan xon oliylari ona bir qarindoshlar. Boshqa inilarining bo'lsa onalari boshqa. Garchi xon oliylari rahmatli xon otasi Abu Said Mirza vafot bo'lgandan keyin kichik qolgan ona boshqa inilarini ot o'rnida parvish qilib tarbiyalagan bo'lsin. Ulardan birarini valiahd qilmagan. Hatto taxt varis qilish xususida bir bishoratni bermagan edi. Shundan ularni taxt varis qilish hargiz bo'lmaydi. Darvish Muhammad Tarxon Sulton Ahmad Mirza bilan Sulton Mahmud Mirzaning onasining akasi ona taraf tog'isi edi. Shunga u Samarqand taxtini marhum Sulton Abu Said Mirzaning boshqa xotinlaridan bo'lgan o'g'illariga berishni loyiq ko'rmadi. Shunday qilish kerak. Toji taxtga Sulton Mahmud Mirza varislik qilsin. Badaxshonga darhol chaparman mang'izay. Badaxshonga darhol chaparman mang'izayda uning bilan Samarqand yo'lda uchrashay. Ya'ni kechiktirsam, og'asining o'limidan xabar topgan xonzodalar Samarqandda boshqacha yo'l tutib, taxtni egilib o'ltirmasa yana. Bir qarorga kelgan Darvish Muhammad Tarxon go'yo Samarqandda qolgan Sulton Ahmad Mirzaning ona boshqa inalari taxtni allaqachon tortib olib bo'lgandek tuyg'u kelib, bir tilla jiddiylashdi. Ma'bada o'tirib qisqa bir parcha maktub yozdi. Badaxshonga oson yo'l bilan aylanib borman demay, jafoliq bo'lsa tog' yo'llar bilan udulla beringlar. Dedi u ishonchli navkarlarga xatni topshirib turib. Gapning hammasini xat kutib qo'ydim. Sulton Mahmud Mirza xatni topshirib eliblar chaqmoq tezligida yo'lga chiqsin. Darhol yo'lga chiqinglar yigitlar. Sizlarni Samarqandda yuqori mansab katta in'omlar kutib turadi. Qo'shin ichidagi texi vabo tegmagan bejirim xushqur otlardan yoki yo'l bo'yidagi yezi mahallalardan yig'ib saflangan otlardan tanlab mingan navkarlarning ko'zdan g'oyib bo'lganini ko'rgan Darvish Muhammad Tarxon zimmisidagi eg'ir bir g'amdan qutulgandek bo'lib, xotirjamlik bilan tindi. Lekin u shu daqiqada Sulton Ahmad Mirzaning ona taraf yana bir navri inisi Malik Muhammad Mirzaning ishonchli navkarlarini agashtirib, taxt saltanatni egillash uchun Udul Samarqandga qarab jon jahli bilan ketib borganligini xiyoliga keltirmaydi. Tog'isi Darvish Muhammad Tarxon avatgan chaparmanlardan oqsi Sulton Ahmad Mirzaning o'lim xabarini anglagan Sulton Mahmud Mirza Badaxshondagi lashkarlardan 3000 otliq lashkarni xillab darhol yo'lga chiqdi va oqsining meyitini ep kelayotgan amir sarkarlar bilan Samarqandga yaqin bir joyda uchrashdi. Darvish Muhammad Tarxon Malik Muhammad Mirzaning toji taxt tamasida qo'shindan tam bilan ayrilib Samarqandga ketganidan 2 kun keyin xabar topgan edi. Shunga ko'rishibla shaharga kirishga oldirab turgan Sulton Mahmud Mirzani ogohlantirdi. Xon oliylarining hozir shaharga kirishga oldirmag'ini tuzuk. Nemishqa? Sulton Mahmud Mirza gumansirgan holda tog'isining ko'ziga qaradi. Alpozi to'limi yomon edi. Oldirab tushuntirishga boshladi Darvish Muhammad Tarxon. Oliylari Jannat makon xon og'ilari vafot bo'lib uzoq o'tmay sarkarda Malik Muhammad Mirzaning xos navkarlarini elib lashkargohdan yoshirincha ayrilganligidan xabar topdik. Uning tuyuqsiz yo'qolib ketishining sababini, nega ketganligini bilmoqchi bo'lgan bo'lsaqmi, marhum xon oliylarining meyitini Samarqandga tezroq yetkazish alakchiligida bo'lib ketib, ancha ko'ngilishmabdimiz. Texi o'lishgan Samarqanddan kelgan oyg'oqchining ma'lumotidan hamma ishlar ayon bo'ldi.
Мәлік Мұхаммед Мырза Жанабы хан алилерінің вапат болғанлығını көріп, tezlikte Samarqandga berip, özünü xan dep jakarlapdı. Şuna her ihtimal qarşı ehtiyat qılğınımız əvzəl. Sultan Mehmud Mirza'nın g'azabi birdanla besilib qaldı. Vücudunu örtüp turgan ochiqini chandırmaslıqqa tirishdi. Lekin shundaqdimi chiroyi totirib ketgan edi. Chunki uningdan Samarqand taxtigohini tolishga petingan Malik Muhammad Mirza uning kuyovli edi. Mavi hayasız Bedrek'nin kılgan akılsızlığını kömemdiğen. Mavara Nahir saltanatını kolumga elişimge hemdemde bolmakta yok. Hep tatmayık tacı tahtki kolsunuzki petenğinini. Hep. Muşi insapsızlığı üçün məngülük pişaymanda koymaydıgan bolsam. Etqalları toğra Cenab-ı Tağa. Lekin ziyade ihtiyat kılsak, olna ahli texim haddidin eşişi mümkün. Ahval bu dereceye yetkende onun taxt saltanatını öz ixtiyorluq bilen tapşırıp berişini atayı. Şoňa men hiç işini bilmegen kıyafette serker leşkerlerim bilen şäherge yıkılışay. Özünü bilip saltanatını çıraylıqçı tapşırsa tapşırdı. Cahillik kılsa yağı kılmay amal yok. Ol toğu yürekte bizning muqabilimizge çıqqıdak cüretinin barlıqıga işenmeymen. Meyli, şundaqtımı ziyade qaramlıq qılmasıla. Dedi Derviş Muhammed Tarxan. Sultan Mehmud Mirza toğru pəras qıgan idi. Qeynatısının bunca tez Samarqandga yetib kelishini xiyalığımı keltirmegen Malik Muhammed Mirza nurg'unlagan serkerdleşkerler bilen şəhər sırtıda xuddi osmondan tushgandek paydo bo'lib qolgan qeynatısı Sultan Mehmud Mirza'ni görüp vücudunu vahime bastı. Putqolida can qalmadı. Onungsuz mol Samarqandga oldirab tinab yetib kelib, özünü xon deb jakarlagan bilan ordadagi ko'p qism amirlar bilan Sultan Ahmad Mirza'nın onu bilak 4 inisi onu qo'llamagan, norozi bo'lgan edi. Şuna onun tayyorligi chala, kuchi ojiz edi. Shu tapda qeynatısı bilan qarşılaşsa, tankilanmaydiganligini his qildi-da, shaharning darvozasini ochtirib, qeynatısıga yavaşlik bilan bosh egib, gunohini tiladi. Sultan Mehmud Mirza onu əbu qilib gunohidan o'zsa tamamen bo'ladi. Lekin u onu bilak 4 inisining kunlarning birida toji taxt da'vosi qilishidan andish qilib, mushu bahonada osonlik qo'lga kelgan Mavara-un-Nahir saltanatini kelgusidagi bu da'vogarlardan butunlay xalos qilish niyatida ularga Malik Muhammad Mirza bilan sheriklashib saltanatga osiylik qilgan degan batnomni chaplab, kuyovli bilan qo'shib ularning kallasini aldırdı. Derviş Muhammed Tarxan bu 4 xonzodaning begunoh ekanligini bilib tursin, lamjin demay turib oldi. Sarkarda Malik Muhammad Mirzaga hashamatli ko'k saroydagi oltin taxtda faqat 4 kunlik o'ltirish nasib bo'ldi. Hurmatli anglag'uchilar, bugun kitobni mushu yerga o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga rahmat, xayr xo'sh, omon bo'laysizlar.